Qarindoshlarim, Bilalxonning barcha qarindoshlari, buyurun muborak. Hoppa! Barcha qarindoshlar uchun davom etamiz. Baxtiyorjon marhamat, aka-ukalarni. Anvar akamiz aka-ukalarni barchasini taklif qilamiz. Yashasın qarindoshlar. Kiyimlarim kiyib katta bo'ldim, suyanimam doim akam bor. Jonini ham berar menga bildim, mehribonim tog'im akam bor. Kiyimlarim kiyib katta bo'ldim, suyanimam doim akam bor. Jonini ham berar menga bildim, mehribonim tog'im akam bor.
Xolalarım bilan mazza qilib qilinadigan shu qo'shiqdan beramiz.
Savolga siz tushmaganmi? Birdan namoz o'qib ketaman. Hamma so'ragan bo'lyapti. Qot kestiradi. O'chirdim, hammasi tushgan. Başladım. Rahmat. Bekzodga salomat bo'ling. Elga xizmat, oliy xizmat erimizda xalqimizni xizmat yashashimang Allohga shukur qilsin. Xushvaqt makonlarda tiriklik ko'rsara. Bizdan beistushdek yo'llar g'amlari. Bu kundan barokat to'proqqa shoshar. Quyoshdan ilgari
turgan odamlar, tog'dan baland ko'ksa osmonga tutash, lafzini yuksakda ko'rgan odamlar, g'ayrat shijoati xirmonga tutash, quyoshdan ilgari turgan odamlar, farishta hovliga tushmay garbuchang, parvoza ovozi yangi kunga bong, g'aflatda qoldirar har tong, quyoshdan ilgari turgan odamlar, mehmoniga intib turdi joyi taxt, yuzi kabi issiq choyi nori taxt, qozonlarga sig'mas oshi moyi taxt, quyoshdan ilgari turgan odamlar, ne topsa barini to'ylarga atar, bolam deb boy bo'lib yurgan odamlar, quyoshdan uyga kuzatib qaytar, quyoshdan ilgari turgan odamlar. Keling azizlar, bugun Buyoraxonda muchal to'yini davom ettirar ekanmiz. Hozirgina mana shu yerda bir yigit ta'kidladi, bugun Anvar akamizni tavallud topgan kunlar ekan. Anvar akamizni bir qarsak bilan tavallud topgan kunlar bilan tabriklaymiz. Anvar aka qandaysizlar? Keling, qo'yilgan yog'idimizmi? Yaxshiroq. Qo'yilgan bo'lsa olib keling, bo'lmasa keling shunday bo'ladi. Anvar aka tavallud oyog'ingiz muborak bo'lsin. Alloh taolodan sizga mustahkam sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kasbingizga, koringizga Alloh taolo baraka bersin. Gulbugu momoga to'ylar muborak bo'lsin. Charchamadingizmi? Yashang. Ha? Yashang. Sizni yoshlaringizga yetaylik. To'yda yaxshi kunlar sizga muborak bo'lsin. Yashang. Rahmat sizga. Yashang. Aytayotgan she'ri saflarimizda Anvar akamiz nomlaridan, Hasan aka nomlaridan, Husan aka nomlaridan, Rahmat aka nomlaridan qabul qilasiz. Darvozamning qo'rqi bo'lding qo'yib ketsam, zor yig'lading, Anvar aka nomlari Rahmat aka. Darvozamning qo'rqi bo'lding qo'yib ketsam, zor yig'lading, men dunyodan to'yib ketsam, duo qilding, garchi qalbing o'yib ketsam, mo'lisginam, yolg'izginam, onajonim, qachon qaytmay eshik ochib kutganimsan, mehring kabi qaynoq taom tutganimsan, olmishdayam, yetmishdayam bolam deb g'am yutganimsan, mo'lisginam, yolg'izginam, onajonim. Oh dunyoda dunyo qanday bo'lay, qo'lingda yer, qo'llaringda assang bo'lay, ey men so'qir farzand bo'lmay o'lay, mo'lisginam, yolg'izginam, onajonim. Onajonim, aytay desam berganim ko'p, bitirganu bitirmagan she'rlarim ko'p, shuncha oldim, endi qaytib berganim ko'p, mo'lisginam, yolg'izginam, onajonim. Onajonimni sha'nlarga chiroyli qarsaklar bo'lsin. Tursuman nima qildi? Qandaysiz? Kelinlarni ko'chatdan tugatdingiz, sotib yubordim. Keling mana yo'llaringizdan. To'ylar yaxshi kunlar sizga muborak bo'lsin. Bugun garchi oramizda bo'lmasalarda, Gulbugumo, Tursunbola domlaning ruhlari shod bo'lib turibdi. Alloh ustozimizning joylari jannatda bo'lsin. Oxirat yo'llari obod bo'lsin. Mana ba'zi farzandlar bugun ustozni yo'llardan bo'lmoqda. Ilohi, bugun muchal to'y bo'layotgan Buyoraxon bobolari Tursun bo'lib, domlamizdek, Ochiboy domlamizdek pedagog bo'lsin. Agar sport yo'lini tanlasa, Diyora Keldiyorovadek jahon chempioni bo'lsin. To'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onamga olib bordim 4 ta kuncha non. Bolangga olib bor dedi onam. To tonggacha yig'ladi osmon. Uning bilan yig'ladim men ham. Ko'zlarga tikildim qarab. Bu
ko'zlarda turardim o'zim, sochidagi qorni diyora, qayerlarda edi ko'zim. Kimlardandir xabar olaman, ish ham qursin, yumush ham qursin, men notavon yomon bo'laman, onajonim ko'p umr ko'rsin. Men negadir asar olmadim, yo olgani yo'qmidi pulim, kimlarga bir sovg'a bir quchoq, o'z onamga yo'qmidi gulim. Alla kimga qilgan sovg'amiz ochilmaydi, pisand bo'lmaydi. Xursand bo'lsin deya tuqqan onamiz bir kun paydo qolish yodga kelmaydi. Men notavon, buyuk notavon, yolg'izimsiz odamdan qolgan, mo'jisimsiz mening onajon, dardlar chekkan, charchagan, to'lgan. Aka singillarday kechirdim hayot, xuddi otamdayin hayol suraman. Siz mening mo'jisamsiz, biroq men sizni judayam yaxshi ko'raman. Anvar aka Robbiga onasi duo qilgan inson o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Onasini ko'zdan o'tgan odamga do'zaxga parda bo'laydi. Onasini ko'zdan o'tgan odamni. Shuning uchun onalarni, otalarni qadri yetib, ularning duosini olish nasib qilgan bo'lsin. Bir she'rda mana shularni eshitib yuradim, shuning ma'nosini bilaydimi, lekin boshqa tushunsa bilaygan. Iymoni qolasan mehmon bo'lishga deydi. Shu otamlar ham, onamlar qidramat bilagan bo'lgunlarcha men ukamazni ko'p ko'raylik. Hozir shu onamlardan keyin nima deb boshishni bilmaysiz. Da iymanagansiz borishga. Otama ona bo'lsa to'g'ri bo'laverasiz. Otama ona bo'lmasa darvozdan so'raysiz, ukam bormi? Yo'q. O'sha so'zdan qaytasiz. Chunki onam iymon qolaygan. Otang bor ish eshikka kirasan erkin. Onang bor ilmlar dasturxon to'kin. Ishongin birodar ulardan keyin ilmanib qorasan mehmon bo'lishga. Otang birla onang bo'lsalar hayot, qadrla ko'p bora etgin ziyorat. Eshigini qoqasan, bo'lib hijolat, ilmanib qolasan mehmon bo'lishga. Quchog'ini keng ochib, ko'ksa ham keng. Ko'rib palovlar pishirsa keling, nimadir yetishmas, to'lmaydi ko'ngling. Ilmanib qolasan mehmon bo'lishga. Sog'inasan axir bolalik hovling, kulasan ammo xijil bir ko'ngling. O'zgarish yo'q, lekin begona hovling. Ilmanib qolasan mehmon bo'lishga. Bu so'zim tushunar boshiga tushganlar, ularsiz hovliga mehmon bo'lganlar. Mehmon bo'l, mehmon bo'l, ko'p bora hayot bo'lsalar, ilmanib qolasan mehmon bo'lishga. Otalarimiz, onalarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lsin. O'tganlarning joylari dohilu jannat bo'lsin. Endi Gulbulova Anvar akamizga, Robbi akamizga, Hasan aka, Husan aka, barcha farzandlarga shu chiroyli duo berasiz. Davroning duosini davroni so'ngida ustozimiz Usmon davridan olamiz. Robbiga ma'qula, marhamat. Şimdi arasından katta kızlar olsun, yaxshi o'qishlari olsun, yaxshi joylashib, ishlasin, yaxshi joylashib, film bo'lsin. Yani izidan Gullara kızlarına olsun, kızlarına katta kızlarına yaxshi o'qishlari olsun. Bular hammasının ota-onaları sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamma yaxshilik, o'z nevaralarini hammasi sog' salomat bo'lib, doim yaxshi yurishsinlar. Ota-onalik o'z bo'lgulik bo'lib yurishsinlar. Nevara-chevaralari bor. Sağ olun. Yaxshi sayılır. Yüzük, hoşça kalsın, doğru kızlar, güçlü, zaten çok selamat görüyorsun. Hasan Selam, çok selamat görüyorsun.
sağ selamet verelim size. Hamma dinleyenlere katta rahmat. Gelinlerim, hoşçakalın gelinlerim buna çok selamet veriyordu. Daim sorun. Neye bakmaz, sanatçılara bakmaz. Sen yaxşı gaplarni gapirganing uchun katta rahmat. Sağ olun. Endi xizmatda, endi nazarda qolmaydi. Beşiktaş'tan çok selamat verin. Endi xizmatida doim yuribsiz. Endi nazardan qolmasin. Sağ olun. Hammalarga çok selamat. Ya o biraz zor. Bu da o'qituvchilar sizga gapirdi sizlarga. Bu tayyorgarlikda bo'lsinmi? Yashang. Dunyo ishlaridan boshingni ko'tarib. Hech qanday to'lmagan qalbi poramiz. Shuncha kuyganlaring bas endi yetar. Ota, ona yuring birga hajga boramiz. Yig'latsanmi shundoq valli yalloda. Nechun ashkimizga tuproq boramiz. Yuring birga yig'laymiz Ka'batullohda. Ota, ona yuring birga hajga boramiz. Yo'q, barcha onalarimizga, barchamizga hajga boshlashni qilgan bo'lsin. Qani Tursun doimomiz deyishamiz endi tabrik so'zi bilan. Marhamat. Endi mayli, to'ylar muborak bo'lsin. Endi mana sahnada Diyoraxon uchun chiroyli tortlar bezatilgan. Endi momolari, hamma barcha momolar birgalikda bilan Anvarga tortlarni kesib, onaxonlar birgalikda tanovvul qilasizlar. Bundan so'ng yana davramizni davom ettiramiz. Bu tort o'rgiramizmi? O'rgiraylik tortni bo'lmas. Mayli. O'rgiraylik tortni. Umr o'tib ketadi bir zumda. Mana shu yerga. Yendan ortga qaytmaydi biling. Bu dunyoda eng aziz inson onangizning qadriga yeting. Yuzi nurli, so'zlarida qor, yo'lingizga boqqan intizor, duosida jannatlari bor. Otangizning qadriga yeting. Ukam deya qo'lidan qo'ymay, so'zingizga sira ham to'ymay, sizga jonim berishga ham shay. Ukangizning qadriga yeting. Quvonchini siz bilan ko'rgan, dard chekkazsangiz xazondek so'lgan, onangizdek mehrga to'lgan, otangizning qadriga yeting. Sizga havas qilib turar jim, mehr to'la ko'zlari sinsin. Ayting undan bo'la olar kim? Ukangizning qadriga yeting. Hayot yo'li g'urbatda toshdi, bo'lmay sira yuragi toshdi. O'sha charchi jingalak sochli singlingizning qadriga yeting. To'ylar yaxshi kunlar o'raslashin. Hamma davom etamiz. Ana keling aqrom. Yana bu marhamat. Momolar bilan birgalikda marhamat. Thank you.